Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh dunyodan o'tganlarida Ramazon Qodirovning amakilari keldi. Kelib Fotihada o'tiribmiz, ular keldi, o'zlarining zikrlari bor ekan, zikr tushishdi, keyin bir kishi turib gapirdi. Biz dedi, biz bu insonni juda yaxshi bilamiz, biz bilganchalik sizlar bilmaysizlar dedi. Nimaga? Agar shu odam bo'lmaganda edi, bizni chechen xalqimiz qirilib ketardi dedi. Bu odam maslahat berdi. Bu odam Ahmad Qodirovga bunday qilasan dedi. Shu odamni aytganiga kirib, bu odam bilan Checheniston bugungi obodlik keldi dedi. Mana sizga ikkita misol, tirik misol birodarlar. Ukalarim, ko'zingizni oching. Ulamoyingizga ergashing. Har xil vasvas, har xil musulmonlarni tashvishga qo'yadigan hayajonli gaplarni gapirib, oyat dalil qilyapman deb musulmonlarning qonini halol qilayotganlarga quloq solmang.